Sizlarga oltin qoidani aytaman. Matni tanlaymiz ham, glasni tanlaymiz ham sanuzulga. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, men sizlarga eksperiment qilib beraman. Sirpanmayapti. Bu ham sirpanmayapti. Endi maskini yechib ko'ramiz. Maski ham qorayib ketibdi endi. Mana bu ham sirpanmayapti. Bu ham sirpanmayapti. Mana bunga ham suv quydik. Bunga ham suv quydik. Endi hozir buni sirpanib ko'ramiz, qarang. Ushyapti bu. Ushyapti. Endi mana bunga sirpanib. Oddiy kafellarda bunaqa narsa xususiyati yo'q, ya'ni antislip kafellarda bor. Mana shunaqa sifatli kafellar kerak bo'ladigan bo'lsa, Keramiyuz do'koniga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sanuzulda qanaqa kafel tanlaykan deb o'ylab yurgan bo'lsanglar, farqi yo'q. Xohlasanglar glans tanlaylar, xohlasanglar mat tanlaylar. Sirpanish jihatini o'ylamaydi. So'm tushsa, unda ham sirpanadi. Mana shunaqa qiziq ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Shaxtar Service profiliga obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.